Xo'sh, bugungi mavzu axborot tizimlarining xavfsizlik auditi vositalari va usullari. Ko'rib chiqamiz sizlar bilan axborot tizimlarining xavfsizlik auditi. Xavfsizlik auditi. Xavfsizlik auditining o'zi auditning asosiy maqsadi, audit jarayoni, auditning asosiy turlari, axborot xavfsizligi auditini amalga oshirish usullari, axborot tizimlarining xavfsizlik auditi vositalari. Xulosa. Xo'sh, o'zi axborot tizimlarining xavfsizlik auditi nima? Tashkilotda foydalanilayotgan axborot tizimlarining misol uchun bo'lishi mumkin server, tarmoq, dasturlar, biror ma'lumotlar bazalari, shunday narsalar. Shularni xavfsizlik darajasini tekshirish, baholash va tahlil qilish jarayoni bu xavfsizlik auditi deb aytiladi. Masalan, server inchik ko'rinishda ishlab turibdi, inchik zaif tomonlari bor, yo himoyaga muhtojmi, shu tomonlarni ko'rib chiqish, testlash, o'rganib chiqish bu audit hisoblanadi. Endi serverlar bo'lishi mumkin korxonada, biror korxonada. Bu korxonada bo'lgandan keyin unga ichida kompyuterlar ulanadi, unga to'g'ri keladigan tarmoqlar quriladi va hokazo ko'proq amallar bajariladi server bilan. Bu kompleksni aytamiz biz, korxonaning umumiy kompleksini axborot tarafdan tizim va bu tizimni xavfsizligi va xavfsizlikni biror vaqt davomida audit qilib turish kerak, ya'ni tekshirib turish kerak. Umumiy korxonani olgan bo'lsak, uni har bir axborot tizimini qaysi tarafdan tarmoqi bo'lishi mumkin, dasturlari, foydalanuvchilar ma'lumotlar bazasi va hokazo. Xo'sh, xavfsizlik auditini o'zi tizim qanchalik himoyalangan, shu savolga javob berishi kerak. Qayerda zaiflik bor, bu tizim tarafdan deb olinadi. Misol uchun korxonada tasavvur etinglar, har kim o'zini ishlab turgan joyi bo'lishi mumkin, o'qib turgan joyi bo'lishi mumkin. Shunday tasavvur etsanglar bo'ladi. Bu joyda bu korxona axborot tizimi bor, ya'ni raqamlashtirilgan. Bu yerda kompyuterlar, Wi-Fi tizimlari, serverlar bo'lishi mumkin va hokazo. Endi shu korxonani axborot tizimi chala darajada himoyalangan. Shuni aniqlab beradigan narsa bu xavfsizlik auditi hisoblanadi. Shuni tekshirish kerak. Qayerda zaiflik bor, uni aniqlash jarayoni. Qanday tahdidlar mavjud bo'lgan tahdidlar qonun va standartlarga mos keladimi? Bizning korxona qonun va standartlarga mosmi? Shu narsalarni tekshirish xavfsizlik auditi deb aytiladi. Shu 4 narsa. Endi auditning asosiy maqsadi masalan biror ish qilayotgan ishimizni asosiy maqsadi navakallikni aniqlab olishimiz kerak. Masalan, qilayotganimiz audit, xavfsizlik auditini amalga oshirayotganmiz. Demak, uni maqsadini aniqlab olishimiz kerak. Bu maqsadi zaifliklarni aniqlash ekan. Tizimda ya'ni inchik zaifliklar bor. Masalan, xodimlarning bilimi yo'qmi, yoki tarmoq tarafdan himoyalanmaganmi, yoki fizik tarafdan himoyalanmaganmi, qulflanganmi yo'qmi, shu narsalarni aniqlash zaifliklarni aniqlash hisoblanadi. Xavf, risk darajasini baholash, himoya mexanizmlarini tekshirish, chala darajali himoya mexanizmlari o'rnatilgan korxonada ularni tekshirish asosiy maqsadlaridan birisi. Qonunchilik va standartlarga moslikni aniqlash. O'zi korxona xavfsizligini ta'minlash asosan standartlarga mos bo'lishi kerak. Davlat standartlariga mos bo'lsa va ma'lum shu axborot tizimi bo'yicha ma'lum qonunchilik ham mos kelishi kerak.
Bu auditni asosiy maqsadlaridan yana birisi hisoblanadi. Tizimni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berish. Oxirida o'sha narsalar bajarib bo'lingandan keyin, o'sha 4 qadam bajarib bo'lgandan keyin, agar nima deb aytamiz, zaifliklar aniqlandi, xavf darajasini baholandi, himoya mexanizmlari tekshirildi, qonun standartlariga moslik aniqlandi. Demak, oxirgi etapında tizimni yaxshilash bo'yicha agar kamchiliklari bo'lsa, tavsiyalar berish kerak bo'ladi. Bu ana asosiy maqsadining birisi hisoblanadi. Audit jarayonida quyidagilar tekshiriladi dedi. Bo'lishi mumkin yana tarmoq xavfsizligi. Tarmoqda har bir korxona tashkilotni o'zini tarmog'i bo'ladi. Ya'ni u tarmoqda xodimlar foydalanadi. U tarmoqni endi xavfsizlik taraflarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Endi aynan audit tarafdan tarmoq tarafdan audit nishab o'tiriladi. Ochiq portlarni ko'rib chiqishimiz kerak, firewall sozlamalarini tekshirishimiz kerak, ruxsatsiz kirish imkoniyatini ko'rib chiqishimiz kerak. Ruxsatsiz girsa bo'ladigan joylar bormi? Shu nuqtalar tarmoqda yo yo'qmi? Shuni analiz, tahlil qilib chiqishimiz kerak. Xo'sh, keyingi bölümü autentikatsiya va avtorizatsiya qismlari. Parol siyosatini ko'rib chiqishimiz kerak. Parollar qanchalik darajada o'rnatilgan, nechta parollardan foydalanilgan, nelarda parol ishlatilgan. Shu taraflari de korxonada biz bilamiz, kirish chiqish sistemalari bo'ladi. Tizimga girish, dasturdan foydalanadigan bo'lsa, bu joylarda albatta autentikatsiya va avtorizatsiya qismlari bo'ladi. Keyin foydalanuvchi huquqlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Aynan qaysi xodim qaysi huquqlarga ega korxonada, shu narsani ko'rish kerak. Keyin ikki bosqichli autentifikatsiya mavjudligi. Ikki bosqichli autentifikatsiya deganda ma'lumot berib o'taman. Bir bosqichli bo'ladigan bo'lsa, agar login parol yozib kiradigan bo'lsa tizimga, bu bir bosqichli autentifikatsiya bo'ladi. İki bosqichli bo'lsa, login parol so'ragandan keyin yana bir yo bo'lmasa barmoq orqali so'rashi mumkin, ikkinchisida yoki telefona SMS kelishi mumkin, email kelishi mumkin va hokazo ko'rinishda ikkinchi bosqich amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni himoyalashni ko'rib chiqish kerak, ya'ni shifrlash mavjudmi yo'qmi? Backup tizimi, bu zaxira tizimi hisoblanadi. Tizim albatta xavfsizlik jihatdan zaxiralab qo'yilishi kerak. Agar asosiy tizimga nodir bo'ladigan bo'lsa, bir nosozliklar gap chiqadigan bo'lsa, asosiy tizimda zaxiradan olib ishlatib turish kerak bo'ladi. Yoki tizimni qayta ishga tushirish uchun ham zaxira tizimlari kerak bo'ladi. Ma'lumot saqlash xavfsizligi. Ichki ko'rinishda ma'lumot saqlash kerak. Shuni darajalari xo'p. Dasturiy ta'minot xavfsizligi. Agar dasturdan foydalanib turgan bo'lsa, biror dasturdan bo'lishi mumkin, mobil dastur, bo'lishi mumkin, kompyuter uchun dasturlar, to'g'rimi? Ham xavfsizlikni ko'rib o'tishimiz kerak bu yerda, ya'ni bo'lishi mumkin veb-sayt, veb platforma. Bularni endi zaifliklarini ko'rib chiqishimiz kerak, qanchalik darajada ekanligini. Bo'lishi mumkin hujumlar, yangi zaiflik taraflari SQL injection hujumlarini, XSS va boshqa turdagi hujumlara zaiflik bo'lishi mumkin. Moyillik deb aytamiz, bo'lishi mumkin. SQL injection bu bilamiz, baza bilan bo'ladigan hujum turlari hisoblanadi. Agar korxonada ishlab turgan korxonani dasturiy ta'minoti shunday hujumlarga moyil bo'lsa, u tarafini zaif deb aytamiz. Keyin kod xavfsizligi. Kod xavfsizligi bu shu dasturiy ta'minot ishlab chiqqanda dasturchilar tomonidan amalga oshiriladigan xavfsizlik tarafi hisoblanadi. Monitoring va loglar. Kirishlar qayd qilindimi? Shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Masalan,
korxona korxona dasturiy ta'minotini yoki korxonani faoliyat yuritadigan biror bir axborot tizimini girish amalga oshiriladi. Foydalanuvchilar tomonidan bo'lsin, deshandan keladigan kimlardir tomoni yoki xodimlar tomonidan hamma noldan axborot, masalan, korxonada ishlab turibdi, axborot tizimi mavjud. Axborot tizimida noldan odamlarni o'zini ichki tutishi, masalan, navlardan foydalandilar, fayllarni kimga yubordilar, qachon yubordilar, hammasi bular monitoring deb aytiladi. Aynan kirish qismi esa aynan kirish qismini birinchisida keltirib o'tilgan. Keyin shubhali harakatlar aniqlandimi? Va shu yerda aytib o'tish kerak, shu amallar noldan bajariladigan barcha tizim ustida bajariladigan hamma amallar log dasturlariga yozib boriladi, .log fayllar yozib boriladi desak to'g'ri bo'ladi. Fayllar yozib boriladi. Ana shu fayllarning ichida endi uni tahlil qiladigan bo'lsak, shubhali harakatlar aniqlandimi? Shubhali harakatlar bormi, yo'qmi? Yoki bo'lmasa monitoring etib o'tirgan vaqtda ham real vaqtda shubhali harakat aniqlandimi? Ya'ni ruxsat etilmagan fayllar olindimi? Girildimi yoki ruxsat etilmagan joylara? Mana shu narsalar aniqlanadi. Uni shu audit jarayonida shu narsalar tekshiriladi ekan. Shu 5 dona soha bo'yicha deb aytamiz. Tarmoq xavfsizligi, autentifikatsiya, avtorizatsiya, ma'lumotlarni himoyalash, dasturiy ta'minot xavfsizligi, monitoring va loglar. Endi buning ichidan ham chuqurlashib ketsak bo'lardi, lekin eng asosiy narsalar shu deb ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh. Auditning endi turlarini ko'ramiz. Ichki audit va tashqi audit mavjud. Asosan ichki audit bu tashkilotning o'z xodimlari tomonidan o'tkaziladigan axborot xavfsizligi tekshiruvi. U odatda kompaniyaning IT bo'limi va xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Har bir kompaniyada axborot tizimi mavjud bo'lgandan keyin uni mutaxassisi bo'ladi. Axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassis. Aynan shu mutaxassis tizimda audit o'tib turishi kerak. Ichki audit o'tiriladi har 3-6 oyda bir marta. Xolosa 3 oyda, xolosa 4 oyda, xolosa 6 oyda o'tirsa bo'ladi. Endi asosan axborot xavfsizligida tez yangi viruslar paydo bo'lib turgani uchun tezroq auditni o'tirib turish kerak bo'ladi. Ya'ni yangi yaratilgan virusdan chetda qolib ketsa, yangi virus tizimni zararlab qo'yishi mumkin. Xo'sh, tashqi auditni ko'ramiz. Mustaqil ekspertlar yoki maxsus auditorlik kompaniyasi tomonidan o'tkaziladigan tekshiruv. Bunda o'zi shu aynan audit bilan shug'ullanadigan maxsus kompaniyalar mavjud bo'ladi. Ana siz tizimingizni shu kompaniyalarga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Uning ustida audit o'tirib berishini ular shatadi, ular keladi. Shu auditni qoidalari bo'yicha amalga oshiriladi. Ular har kun yangi narsalardan xabardor bo'ladi, yangi bilimlardan, nechta ko'rinishda viruslar chiqdi, kim nechta tahdidlarni amalga oshirib turibdi. Shu narsalardan xabardor bo'lgani uchun zamonaviy narsalardan yaxshi ko'rinishda effekt beradigan ko'rinishda korxonada auditni o'tirib berishi mumkin. Maqsadi tizimga xolis va professional baho berish hamda tizimning amaldagi qonunlar xalqaro standartlarga muvofiqligini aniqlashdir. Mana shu narsa tashqi audit odatda yilga bir marta yoki zarurat tug'ilganda o'tkaziladi dedi. O'zi tizim ishlab turish jarayonida ham sezsa bo'ladi, ko'rinishda xodimlarni to'g'ri ishlamasligidan o'zi ayon bo'lib qoladiki, tashqi audit o'tirish kerakligi. Shuning vaqti shu maxsus auditorlik kompaniyalariga murojaat qilinadi.
Bu adam mutaxassislar gelip şu korxonada audit o'tirib berib ketadilar va tizimni baholab beradilar. Keyin oxirida yuqorida ko'rganimizdek agar zaif joylari bo'lsa tizimda tavsiyalar berib o'tadilar. Shu joylarni yopsangizlar, himoyalasangizlar bundan ham yaxshiroq bo'ladi sizlarning tizimda xavfsizlik deb tushuntiradilar. Xo'sh, axborot xavfsizligi auditini amalga oshirish usullari. Usullarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 3 xil usuli bor. Amaliy usul, ekspert usuli, standartlarga muvofiqlik auditi. Amaliy usulda tizimni kiberhujumlarga bardoshliligi tekshiriladi, ya'ni axborot tarafdan hujum imitatsiya qilinadi. Hujum o'tirib ko'riladi. Aynan tizimni o'zini mutaxassis tomonidan. Keyin buzib kirish bo'ladigan bo'lsa, agar buzib kirib bilsa, aynan qaysi joyidan buzib kirdi. Shu joylari ko'rib o'tiladi va tahlil qilinadi. Nechun zaif bo'lib qolgan bu joylari. Serverga buzib kirish urinishlari sinab ko'riladi. Server sinab ko'riladi. Buzib kirish real hujum oqibatlari baholanadi. Oxirida hujum atalgandan keyin agar buzib kirish muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, oqibatlarini baholash kerak. Masalan, nechik navlar olib kelishi mumkin edi. Agar haqiqatda bir boshqa odam qora niyat bilan kompaniyaga tizimga hujum uyushtiradigan bo'lsa, kompaniya nechik zarar yetishi mumkin edi. Shu oqibatlarni baholab chiqadilar. Ekspert usuli. Mustaqil auditor ekspertlar jalb qilinadi. Ularga etalon talablar ro'yxati beriladi. Mavjud tizim etalon bilan solishtiriladi. Nomuvofiqliklar aniqlanadi. Tavsiyalar beriladi. Bu yerda yuqorida aytganimdek, maxsus auditorlik kompaniyalari orqali kimdir mutaxassis keladi, ya'ni ekspert keladi va shu ko'rsatilgan amallarni bajaradi. Xo'sh, standartlarga muvofiqlik auditi. Tizimda amaldagi qonun va standartlarga mosligi tekshiriladi. Rasmiy talablar bilan solishtirish amalga oshiriladi. Beriladi tushunarli. Xo'sh, davom etamiz. Endi vositalarni ko'rib chiqamiz. Axborot tizimlarining xavfsizlik auditi vositalari. Tarmoq skanerlash vositalari. Bu yerda 6 xil vositalar bor, 6 turli. Shulardan birisi tarmoq skanerlash vositalari. Yana yuqorida ko'rganimiz bu narsalar yana audit jarayonida tekshirilishi kerak bo'lgan sohalar. Tarmoq xavfsizligi 5 ta narsani ko'rdik. Autentifikatsiya, avtorizatsiya, ma'lumotlarni himoyalash, dasturiy ta'minot xavfsizligi, monitoring va loglar. Aynan shu amallarni bajarish uchun, shu jarayonni qilish uchun qaysi vositalardan foydalanamiz? Ko'rinishda aytamiz. Masalan, oldimizga savol qo'yildi. Tarmoq xavfsizligida audit o'tirib berdi. Biz keldik. Tarmoq turibdi, kompyuterlar ulangan, bir-birsini SIM orqali yoki bo'lsin Wi-Fi orqali shu yerda audit o'tirishimiz kerak. Qaysi vositadan foydalanamiz degan savol bo'ladi. Mana shunday vaqtda shu joyga kelib narsalarni ko'rsak bo'ladi. Nmap degan dastur bor. Tarmoqdagi ochiq portlar va ishlayotgan xizmatlarni aniqlaydi. Ya'ni Nmapda axborot tizimi skanerlanadi deb aytiladi, ya'ni testlanadi. Qaysi joylaridan, qaysi eshiklardan deb aytsak to'g'ri tushunsak bo'ladi. Qaysi eshiklardan buzib kirsak bo'ladi. Qaysi eshiklar ochiq holda qolgan, qulflanmagan. Shu narsalarni shu Nmap bizlarga ko'rsatib beradi. Wireshark tarmoq trafikini ushlab, paketlarni tahlil qiladi. Bunda Siemens tarmoqda almashinib turgan hamma paketlarni ko'rsak bo'ladi Wireshark dasturi orqali. Keyin u paketlar orqali ma'lum amallarni bajarsak bo'ladi. Bu tarmoq skanerlash vositalari ko'p. Bu yerda shu ikkisi ko'rsatib o'tilgan.
Keyingisi hammasi bir bo'lib qolibdi. Zaifliklarni aniqlash vositalari. Zaifliklarni inchik ko'rinishda aniqlaymiz. Shuning vositalaridan birisi Nessus degan tizim bor. Tizimdagi zaifliklarni topadi va risk darajasini baholab beradi bizga. Bo'lishi mumkin zaifliklar jadvali. Shu zaifliklar jadvalidan bizga aniqlab beradi. Agar web bo'ladigan bo'lsa, SVE degan zaifliklar mavjud. Yillari bilan va versiyalari bilan yoziladi. O'zi umuman o'sha dunyo bo'yicha axborot tizimlarida amalga oshiriladigan hujumlar bor. Hujumlardan misol uchun OWASP degan sistema bor. Shundagi top 10 zaifliklarni olsak bo'ladi. Ya'ni top 10 zaifliklar. O'sha zaifliklarni shu Nessus dasturi chiqarib beradi bizga va uni darajalarini baholab beradi. Jalli ko'rinishda, jalli darajada. OpenWAS ham bor, ochiq manbali zaiflik skaneri server tarmoqni tekshiradi. Xo'sh, keyingisi web xavfsizlik audit vositalari. Burp Suite web ilovalardagi zaiflikni SQL injection, XSS shularni aniqlaydi. Keyin parol autentifikatsiya test vositalari. Hydra login tizimini brute force usuli bilan sinovdan o'tkazadi. Hydra degan dastur login tizimi bor bizda. Login parol yozib giradigan joyimiz. Ana shu joyda login parollarni brute force usulidan foydalanib kombinatsiya qilib ko'radi. Ya'ni parol yozganimizda birdan masalan 8 gacha parol yozadigan bo'lsak, 8 xonali parol yozadigan bo'lsak, shuni kombinatsiya qilib ko'radi. Masalan, birinchisida hammasini 1 qo'yadi, ikkinchisida 1, 2 qolganlari 1. Shuning ko'rinishdan kombinatsiya qilishi bu brute force usuli deb aytiladi. Har qaysini bir yozib ko'radi. Xo'sh, operatsion tizim audit vositalari. Operatsion tizimdagi aynan qaysi Windows bo'lsin, Linux bo'lsin, MacOS bo'lsin, shundagi vositalar nazarda tutiladi. Masalan, Windowsda Windows Event Viewer degan narsa bor. Tizimdagi xavfsizlik hodisalari loginlarni ko'rsatadi. Aynan shu Windows Event Viewer orqali biza auditni amalga oshiramiz amaliyotda. Bu aynan shu 6 dona narsadan, 6 dona vositadan aynan shu operatsion tizimni audit vositalaridan birisini ko'ramiz. Ya'ni audit qo'yib ko'ramiz popga va shu auditlarni bu yerda tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, IDS, IPS va monitoring vositalari. Snortdan vosita bor. IDS, IPS bilan ko'rdik. IDS yodlaringizda bo'lsa detect topib beradigan, IPS ya'ni IDS detect topib beradigan, ko'rsatib ogohlantiradigan, virusdan ogohlantiradigan tizim edi. IPS ham ogohlantirib, ham bartaraf etadigan tizim edi. Snort tarmoqdagi hujumlarni aniqlaydi va ogohlantiradi. Agar hujum uyushtiriladigan bo'lsa, shuni bizga ogohlantirish chiqaradi. Shu tizimga hujum uyushtirilyapti deb ogohlantirish chiqaradigan dastur. Xo'sh, shu bilan darsimiz tugadi. Xulosa, axborot tizimlarining xavfsizlik audit tizimlarining himoya darajasini baholash va zaifliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ular tarmoq, server, web ilova, autentifikatsiya, operatsion tizim darajasida tekshiruv o'tkazish imkonini beradi. Masalan, o'zingiz ham oddiy o'ylasangiz, korxona tashkil qildingiz, axborot tizimini ishlab chiqdingiz. Hammasi zo'r, jismoniy tarafdan himoyalangan, axborot tarafdan himoyalangan. Shuni sozlab chiqdingiz. Sizningcha hammasi yaxshi. Lekin shu narsani ham inobatga olish kerak. Korxonada
axborot tizimini challi ko'rinishda ekanligini baholash uchun audit tizimini auditni o'tirib turish kerak bo'ladi. Challi darajada ekanligini. Buni ikki ko'rinishda o'tiramiz desak, yana yuqorida usullarini ko'rdik, vositalarni ko'rdik, nima uchun kerakligini va hokazolarni ko'rdik. Endi ularning har birisi uchun auditni o'tirib chiqsak bo'ladi. Masalan, tarmoq uchun audit, server uchun, agar web ilova bo'lsa, korxonada web ilova uchun, autentikatsiya tizimlari uchun, albatta korxonada ishlatiladi operatsion tizimlar, operatsion tizim auditi va hokazolarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Ana endi ularni ko'rib chiqish uchun maxsus vositalar ishlatildi. Ular yordamida ochiq portlar, dasturiy zaifliklar, noto'g'ri sozlamalar va ruxsatsiz kirish holatlari aniqlanadi. Audit vositalari aniqlangan muammolarni bartaraf etmaydi, balki ularni qayd etib, xavfsizlikni kuchaytirish uchun asos yaratadi. Biza audit o'tirganimizda faqat o'sha bayon qilib berishimiz kerakki, tizimni darajasini, tizim challi ko'rinishda himoyalanganini ma'lum dasturlar yordamida testlab ko'rib, o'zi umuman o'rganib ko'rib, tahlil va unga chek o'zgartirishlar kiritish kerak, nerlarni himoyalash kerak, shu narsalarni hujjat qilib yoziladi. Va shu asosida tizim kuchaytiriladi keyin o'zini mutaxassislari bilan. Ana shu bilan dars tamom. Biz sizlar bilan ko'rib chiqdik bugun axborot tizimlarining xavfsizlik auditi vositalari va usullarini.